Uyghur yazgıçısı Memtebin Hoşur'ның Şinjan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı tərəfindən nəşr qılınğan Qum basqan şəhər namlıq romanı. Bu roman Bilikut şirketində avazға elinib, Bilikut doğrudan anlatıldı. 28. bab. Alvastı. Çöl oğlu bugün eşkin haydab çölü içiga qarab mağdı. Onun arkasida yıraqlab qelayotgan üstüp doğraq barğan sırı kichiklab, oxiri qum dövüllari kaynida ko'rinmay qoldi. Kech chiqqan qattiq bo'rondan keyin cho'l osmoni yana ko'p-ko'k echilib ketgan edi. Cho'lga ishkirlab kirgan sari egiz qum barxanlari, jangallashib ketgan qadimiy to'g'riqlar ko'p uchraydi. Cho'l o'g'li eshigi ustida cho'l manzillariga qarab ketib o'tib, çayxanada qo'ngan yo'lovchilarning cho'l yo'llarida uchraydigan jin shayatulloh haqidagi hikoyalarini asga oladi. Bu ajoyib g'aroyib rivoyatlar yigitning cho'lga bo'lgan muhabbatini texmi oshiradi. Ko'z oldida cheksiz tashlanib yotgan qumliqlar uning tasavvurida texmi hayvat, texmi sirliq tus oladi. Uning uchun olamning o'zi mushu qumliq edi. Ba'zida onunğa ish bilan yiroqdagi shaharga berib kelishga to'g'ri kelib qolganda odamlar bilan to'lgan shovqinliq shahar uni hayratda qoldiradi. Odamlarning ranglar julolanib yotgan cheksiz tabiat qo'ynini, o'chchilikni, kangri jahonni tashlab, sepillar bilan qo'shilgan qistonchilikqa bekinib olishini tushunmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, shahar ko'chalarida chuvuldashib, bir-biriga so'qilib oldirash ketayotgan odamlar. Juvonlarning uylarning uchiq qolgan panjaralardan g'ilpol ko'rinib qolgan tabassumli chiroylari. Bog'larning temi yenidagi jigdilardan yelim yig'ayotgan ushoq o'rimi chashliq qizlar uzoqcha cho'l o'g'lining esida saqlanib qoladi. Shahar degan yana boshqacha bir dunyo bo'lsa kerak, deb o'ylaydi cho'l o'g'li. Odamlar gapini qiladigan beg'amma shahri qandoq shahar bo'ladi? Xazinasi. Na sepili, na podshohi bo'lmagan bu ajoyib shaharning o'rni qayerdadir? Uni vayron qilgan kimlardir? Nimishqa odamlar jin shaytonga aylanib ketadi? Shaytonlar yana odam qiyofatiga kirib olaydi. Qum zodi nima? O'sha arzimas kichikkin qum donachalari qandoq qilib hayvat shaharlarni yutib ketalaydi? Cho'l o'g'li eshikini to'g'riqliq orsidagi bir o'chiqchilikda to'xtatdi. Atrofda bir-biriga garalishib o'sgan to'g'riqlar, qurib yiqilgan to'g'riq shoxlari to'lib yotadi. Bu odatdagi o'tinchilarning qadimi oz yetadigan bir jangal edi. Cho'l o'g'li to'rg'isini elib eshakning beshiga kiydirib qo'ydi. Cho'l o'g'li beliga qustruqliq paltisini sug'urib olib o'tin kaslashga boshladi. Uning qo'lidagi palta qisqa sopliq, bislari chaqnab turadigan apchil o'tinchilar paltisidan edi. Belakdek to'g'riq shoxlarini bir urishdala kesib tushiradi. Birdamdala eshakning atrofiga qurigan to'g'riq shoxlari, yulg'un yıldızları dövülünüp ketdi. Cho'l o'g'li eshakning beshidagi yem xaltasini elib etib, arg'amchilarni yechdi. O'tinlarni eshakka ortib, mahkam bog'ildi. Hamda u naqshisini etib, o'z xiyollarini so'rib, uyga qaysili bo'ladi. U qum ustida turgan yem xaltasini elish uchun yengishtada nemishqidir badani sho'rkangandek bo'ldi. Beshini ko'tarib, anglaqqicha turibli qoldi. Uning oldidagi to'g'riqlikqa yondashib turgan egiz qum do'ngi ustida ajoyib bir maxluq to'p-to'g'ri o'tirgan to'vallikka qarab turadi. Do'ngda turgan bu narsa ayol kishidek qiladi. Uning cho'lg'an sochlarini cho'l shamili har tarafga uchirmoqda edi. U butunlay yalang'och holatda bo'lib,
yonga suzilgan uzun soyisi bilan qo'shilib kishiga nihoyatimi surlik ko'rinadi. "Olvasdi!" deb varqirvatdi cho'l o'g'li. O'tun ortilgan eshak bo'lsa, do'ngda paydo bo'lgan g'alati narsadan o'rkib, olli burunla quloqlarini ding qilib olgan edi. Cho'l o'g'li qattiq varqirishi bilan u quyruqini egiz qilib, xuddi buyruq olgan lashkardek uy tarafga qarab, jenining barcha chepib ketdi. Cho'l o'g'li uning orqasidan yugurdi. Qattiq silkinganlikdan eshakning org'amchilari bo'shishib, o'tilla yo'l bo'yi chechilib boradi. Bu uzun quloq haromzoda ustidagi yuklarning hammasini tashlab, birdamda yep-yenikli bo'lib qoldi-da, texmo ittik yugurib ketdi. Cho'l o'g'li har qancha tirishibmi eshkiga yetishib ololmadi. Qum do'ngi ustidagi siyrilib tushgan olvosda yigitning orqasidan qolmay qo'g'lab kelmoqda edi. Cho'l o'g'li uning "Palta, palta" deb varqirgan ovozini angladi. Bu eniq odam ovoziga o'xshaydi. Cho'l o'g'lining putlari tosh osqandek ig'irlashib to'xtab qoldi. U orqasiga qarab, olvosning o'zidan necha 10 qadam nerdila to'xtaganligini ko'rdi. Yigitning oldida go'zal bir qiz, yo'q, onidan tug'ma holatdagi yalang'och bir olvosda turardi. U faqat badanining uyatliq yerini qo'li bilan to'sib olgan edi. U "Palta, palta" deb vaqirab, yigitning belidagi paltini sharat qiladi. Paltini bermigicha u qaytib ketmaydigandek ko'rinadi. Cho'l o'g'li belidagi paltini sug'urib oldi-da, kuch bilan yiroqqa otdi. Palta quyosh nurida vallida bir chaqnab berib, yiroqdagi qum ustiga tikkida petib qoldi. Olvosda paltini elish uchun burilishi bilan cho'l o'g'li yana qochdi. Cho'l o'g'li bovoydan o'rgangan oyatlarni o'qib, atrofiga qarg'inicha yuguraydi. Uningga olvosda hozirli orqasidan qo'g'lab yetib, uni o'zining paltisida pora-pora qilib etadigandak bilinadi. Cho'l o'g'li choyxonaga yaqinlashganda yo'l ustiga chiqib qarab turgan bovoyni yiroqdan ko'rdi-da, yuragi o'rniga tushdi. Orqasiga burilib qaradi. Keynida insi jin ko'rinmaydi. "Ah, nim bo'ldi?" dedi bovoy hayron bo'lib. "Eshak org'amchilarni so'rab, ustida bir talma o'ti yo'q, chepib kelgunicha ig'ilga kirib ketdi. Orqasidan kirsam, qora targa cho'mib, titrab turibdi. Ana, orqasidan sen yugurib kelyapsan." "Olvosda", dedi yigit hozirginacha bovoyning oldiga kelib to'xtab. "Nima olvosda?" Çölde jilg'idan o'tgan yerdagi to'g'risdan o'tini edim. O'tinlarni hamdil eshakka bog'lab, navoy deb tursam, udilimdagi qum do'ngi ustida qop-qora bir narsa ko'rindi. Eshak qo'rqindan quyruqini xodi qilib, hamma nimani tashlab qochdi. Orqadan men yugurdim. "Oy, nima ekan u?" dedim-ku, olvosda. "Olvosda. Ko'p kunduzda nima olvosda u? Balkim sening ko'zingga shundoq ko'ringanda bola." "Yo'q, bova. Men uni aniq ko'rdim. Cho'vuq sochlari mursidan eshib tushib turibdi. Ko'zlaridan o't yonadi. Qip yalang'och. Naq olvosning o'zi. U meni orqamdan xili yerga chiqolmay qo'llab keldi. Quloq solsam, palta deb varqirab yetibdi. Belimdagi paltini uninga tashlab berdim. Shuning bilan qutulib qoldim. U paltini nima qiladi ekan? Bilmadim." Bovoy o'ylanib qoldi-da, "Cho'l mo'jizlarga boy bo'ladi", dedi cho'l o'g'ilni tinchlantirib. "Bu cho'lning buning pushqoqlarida turlik mashg'ulot bilan tirikchilik qilgan odamlar bor. Ehtimol
sana şunda gayri odamlarning birari uchrab qolgandi. Qiziq ish. Uningga sening paltang nimaga lozim bo'lib qelyapti-ekan? Qo'rqma balam, qo'rqma. Cho'l odamlari bizga cheqilmaydi. Cho'l o'g'li yig'ilg'i kirdi. Eshak endi boyqi qo'rqinchli ishlarning hammasini unutib, yumshoq o'tga tegish qilgan edi. Cho'l o'g'li bo'lsa, ko'ngildagi andishisini uzoqqa bosolmadi. U qandoqdir bir kutilmagan voqeaning qayta yuz berib qolishidan ansirgandek pat-pat yo'l ustiga chiqib, jangal tarafga qarab qo'yatdi. Shu kuni choyxonada bir ovchi qo'nib qoldi. Mehmon bilan Osmon boy bugun bo'lgan voqea ustida uzoq paranglashdi. "Men qaridim", dedi boy. "Cho'l ichiga kirib boqmaganimga xili yillar bo'lib qopti. Anglasam, yaqindan beri u yerda bir olvosti paydo bo'lib qopti-dak. Mana bugun uni bizning cho'l o'g'li o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Olvosti cho'l o'g'ilni qo'g'lab, palta deb vaqirab, uning paltisini so'rab ep qopti. Ajab ish-a", deb hayron bo'ldi ovchi. "Yaqindan beri cho'lda mushundoq bir narsaning paydo bo'lib qolganligidan mening xabarim bor. Bir kuni o'q o'g'lishib, yiroqlab ketib qoptiman. Bir chog'da qalin bir to'g'roqlik yilidan chiqib qoldi. To'g'roqning ichida yengil yelib o'sgan bir gulxonning izini bayqadim. Nerida yana bir kapi turibdi. Bu yerda kim turadigandı? O'tinchimi yoki molchimi? O'tinchi bo'lsa, uning uloqlari qani? Molchi bo'lsa, bu atrofda uning o'tlab yurgan mollari bo'lish kerak-ku, deb hayron bo'ldim. Biri besib, ikki besib kapiga yaqinlashdi. Kapi ishkiga andili qadam qo'yishimga chang qilib tekkan bir tastak bilan orqamga uchib ketdi. Yenimdan odammi, olvostimi, ishqilib bir nima shamoldek uchib o'tib ketgandek bo'ldi. Jangaldan qaytib chiqib, shu atrofdagi molchilardan so'rashdi qilsam, bu yerda mushundoq bir olvostining paydo bo'lib qolganligiga xeyli bo'lib qopti-dak. O go'zal bir qiz siyoqida yuramish. Yugursa, har qanday ushqur kiyiklardan o'tib ketadi ekan. O qilgan go'shtlarini gulxon yiqib pishirib yeb, eshib qolganlarini molchilarning ishkiga esib qo'yib ketadi ekan. Bu gapcha u olvosti emas, odam, hukm qildi bovoy. Cho'l ichida cho'l kishilari deb ataladigan ayrim bir qavm bor. Ular sening bilan men o'xshashli odam. Ularning nima sababdan cho'lda tamtirab yurdig'ini Xudoning o'zi biladi. Cho'l o'g'li cho'lda uchrashgan olvostini zodili xiyoldan neri qilolmadi. Cho'lga o'tinga berishdanmi qo'rqib qoldi. Noma'lum bir dakki do'kchilik uni tashvishga solatdi. Kechalari eliqi olvosti chochlari cho'vuq, nihoyatmi badbashri holatda, ba'zida bo'lsa chochlari yalpinib turgan go'zal bir qiz so'rtada uning ko'z oldiga keladi. Ehtimol u heliqi cho'chaklardagi har xil qiyofatga kirib oladigan odamlarni to'g'risida esib qo'yib, topinni teshib, qanini sho'raydigan yalmovuz olvosining o'zidir. Yoki u bir pok parizatdir. Bugun choyxonada bir necha yo'lovchi choy ichib o'tib ketdi. Kechda choyxonada qo'nib qolgan xaridorlarmi bo'lmadi. Bu oyning bir qancha kundan beri sog'liqi yo'q edi. U choyxona ichidagi bo'g'lik ustiga o'rin selib yetib qoldi. Tinchiq yoz kechasi edi. Cho'l o'g'li o'ziga o'rin soldi-da, nepiz chakman choponni ustiga tashlab yotdi. Ufuqning yiroq bir sizig'idan asta-asta oy ko'tarilmoqda edi.
Tövende buvayning pat-pat yo'talgan ovozi anglab qolatdi. Cho'l o'g'li har kundagidek uzoqqacha uxlayolmadi. Sarg'ush cho'l tinch nafas elib yeyilib yotadi. Qayerlardandir yiroq bir cho'l yo'lidan kash qolgan karvonning ko'ldirmalarining ovozi keladi. Cho'l o'g'li qaysi vaqtda uxlab qolganligini sezmay qoldi. Bir chog'da u yenik shipirlagan ovozdan cho'chib uyg'onib ko'zini ochdi. Ay, allaburun tiklashib ketgan bo'lib, atrofni sutdek yo'rtib turardi. O beshida paydo bo'lgan sirliq bir ko'langini bayqidi. Qo'rqinidan tugilibli qoldi. Badani so'g'uq terga cho'mdi. Varqirishga holi yetmaydi. Ehtimol, menga qo'rqinishda shundoq ko'rinmasi kerak, deb g'ayrat qilib ikkinchi qatim ko'zini ochib, beshini ko'tardi. Dal uning oldida cho'vuq sochlarini orqaga tashlagan go'zal bir qiz qip-yalang'och turardi. U hatto uyatliq yerlarini yepib olmagan edi. Oy nuri uning chiroyli nurlari sochlari ustida aniq siziqcha hosil qilgan edi. "Qo'rqma", deb pichirlaydi qiz. "Sen nimishqa o'tinga bormiding? Men sana nurg'un o'tinlarni yig'ib qo'ydim. Cho'lga bor." Qiz shundoq dedi-da, yiroqlab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Cho'l o'g'li atisimi, o'ginimi yana jangalga berishga jur'at qilolmadi. 3-kuni tun yerimida qiz yana uning beshida paydo bo'ldi. "Sen kimsan?" dedi cho'chib uyg'ongan cho'l o'g'li. "Sen odammi, jinmi? Nimishqa meni orqamga kirib olib, oromimni qo'ymaysan?" "Men odamman. Seni yaxshi ko'rib qoldim. Ishonmamsan? Mana, men seni suyib qo'ydim." Qiz yengishib cho'l o'g'lining lavlariga so'ydi. Bu suyish yigitni tinchlantirdi. Qizning lavlari shunchalik qiziq, tiniqi xushbo'roq edi. Cho'l o'g'li bir nima demoqchi edi. Tili gapga kelmay qoldi. Bu qitim qizning siymasi uning oldida nihoyat ro'shan namoyon bo'lgan edi. Bu go'zal badan, tikkida qomat, oydek qiyilib tushgan qoshlar, uning quyosh taftida ko'ygan mo'rillarda to'kilib turgan sarg'ush sochlar yigitning xotirasiga mahkam o'rnashib qoldi. "Nimishqa o'rningdan turmaysan? Nimishqa menga ergishib mangmaysan?" deydi qiz. "Nega?" deb g'ayrat qilib so'radi cho'l o'g'li. "Qara, cho'lning kechilik manzarasi nima degan go'zal. Mundaq oydin kechida oshiqlarning ko'ziga uyqu keladi." Men oshiq emas-da." "To'g'ri, sen oshiq emas. Sening qalbingda texi bir parcha o't yolqinjig'ini yo'q. Bo'pti, men ketdim. Paltang menga yodnoma bo'lib qolsin. Uni akitma." "Nimishqa? Nimishqa demsan?" "So'zlab kelsam, bu bak uzun hikoya. Sen Beg'amlar shahri to'g'risida anglaganmi?" "Anglagan. U shundoq bir sirli shaharmish. Sen shu shaharning odimisan?" "Yo'q. Uzun yillarning oldida onam rahmatlik safar ustida bir kishi bilan tanishib qolgan ekan. Ular uzun yo'llarni birga besib, ayrilib ketibdi. Keyin men mushu qumliqlarda tug'ildim. Shu cho'lliklarda yugurib yurib cho'ng bo'ldim. Onam heliqi o'ziga yo'lda safardosh bo'lgan odamning mening otam ekanligini, u kishining Beg'amlar shahri degan bir yurtning odami ekanligini aytadi. Onamni men yana mushu qumliqlarga ko'mdim. Inson o'zining kimligini, takti yiltizini bilish kerak-da. Endi Beg'amlar shahrini izlab ketyapman. Mangdim.
sana yo'liqdim. Qiz balaga eng xavfligi yolg'izlik. Men botir bir yigitning o'zimga hamroh bo'lishini xohlaydim. Sen bek yuraksiz ekansan. Paltang bo'lsa-mo, menga hamroh bo'lib qolsin. Shundoq dedi-da, qiz yana g'oyib bo'ldi. Nemishqidir cho'l o'g'li o'zini bu o'zida nihoyatmi yolg'iz va g'erib his qilib qoldi. Sakrab o'rnidan turib, yiroqlarga chiqardi. Sarg'ayib yotgan qumliqlar, yiroqdagi jangallar hamma nima jimjit sukutga cho'mgan edi. Qizning qarisimi ko'rinmaydi. Cho'l o'g'li atsi atiganda eshikini haydab jangalga qarab mangdi. Nemishqidir uningdan endi qo'rqinish ko'tarilib ketgan edi. U hayajonlanadi. Cho'lda heliqi qizni yana bir qatim uchirtib qilishni istaydi. Cho'l o'g'li qizni birinchi qatim uchratgan qalin to'g'raqliq yanidagi ochiqchilikka yetib berib hayron qoldi. Kimdir biri bu yerga nihoyat nurg'un o'tullarni kaslab döylayotgan edi. Bu o'tullarni 2-3 kun, necha 10 kun to'shmo tugatkili bo'lmaydi. O o'tullarni ön chiqmay to'shidi. Har qitim o'tunga kelganda eliqi qiz ko'ringan qum do'ngiga chiqib yiroqlarga qaraydi. U yoqdami yana ko'z yetkisiz qumliq. Bo'lganligim o'zimga ayon edi. Shuningdan keyin cho'lni agib ketamay qoldim. O'tinchilik kasbim bo'lib qoldi. Eliqi oltinlar ko'milgan joyni uzun yillar izladim, topolmadim. Shuning bilan mushu cho'lda o'yinib, mushu cho'lda turmush kechirib, butun umrim cho'lda o'tib ketdi. Shundoq o'g'lim. Bu timtos cho'l to'limi sirliq. Cho'lda har qanday mo'jizlarning yuz berdiganligiga hech kim ishonmasa, mana men ishinaman. Eliqi paltoni aketgan qiz parizotmi, odammi, balkim o'zingga ma'lum. Bo'pti. Sir saqlashni bil. Cho'l ön chiqmas odamlarni yaxshi ko'radi. Sir saqlashni bilmagan yigitni qizmi qo'yniga olmaydi. Bu bovoyning cho'l o'g'liga qilgan oxirgi so'zlari bo'lib qoldi. Atsi, bu mehribon odam olamdan o'tdi. Anglayotganlar Bilq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 29-bob. Bir tal tilla. Cho'lning go'zalligi yana o'zgacha bo'ladi. Bu yerda ufuq siziqi shuncha aniq ko'rindi. Bu yerning qumlari shunchalik yumshoq va toza. Cheksiz yeyilib yotgan qumliqlar kechinlari siyohdek qora ko'rindi. Saharda atiganlik quyosh nurida qizg'ush tovlandi. Kun tiklashganda bo'lsa, qordek yoltiraydi. Unutmanki, qumliq bilan dengiz asli bir tuqqan. Cho'l shamollari qum yuzida ushoq do'lqin izini qoldirdi. Yiroqdan qatorlashib kelayotgan karvonlar kishiga yelkanlik kemalarni asirtadi. Qumliqlar bir zamonlarda poyonsiz dengiz edi. Dengizlarning ostidami cheksiz qumliq. Bu yerda quyosh kunduzlari jonni olg'idek qizitib tursa-mu, kun o'ltirishi bilan yana salqin kechilar boshlandi. Qaysi bir yo'llardan o'tinchilarning mo'lnuq naqshi sanlandi. Va bu naqshlar kishining esiga unutilgan o'tmishni, astin chiqqan xotirlarni soladi. Dunyodagi nurg'un tog' so'lari qorliq cho'qqilardan boshlanib, jilg'ilardan eqib chiqib, yop-yeshil dallarni kesib o'tib, dengizga quyiladi. Ammo taklimakondan eqib o'tadigan daryolar bo'lsa, oqbosh tog'lardan boshlanib, qumliqqa kelib singib ketadi. Bu shunchalik sirliq va shunchalik g'alati makon. Qumliqdagi yo'llarni faqat cho'l odamlarla farq etalaydi. Onda sonda uchraydigan uloq tezaklari va qachondir bir chog'larda xavfga uchrab issiq jinidan judo bo'lgan odam. Uloqlarning oqargan ustixonlari
qadimiy yo'llarning belgisidir. Do'lqinliq sudek davolg'ib turgan qum eqini helidan heliga yo'llarni ko'mib, yo'lovchilarni ozg'ashtirib turadi. Bu cho'l yo'llarga talay sayyohlarning ustiqollari ko'milgan. Har xil din, har xil rang, har xil o'y fikrdagi talay tavakkulchilarning kechirmishlari yozilgan. Ammo bu yeziqni o'qimak nihoyatda tez. Bu cho'l jaziradagi buloqlarning suvi shunchalik tamlik. Chunki siz yiroqlardan chanqab kelasiz. Bu yerdagi to'g'riqlarning soyisi shunchalik salqin. Chunki qiziq cho'l optipi sizni uningga oshiqdek tashna qiladi. Bu yerda hamsa parning qimmati shunchalik yuqori. Chunki sizga ba'zida ko'llabmi odam uchirmaydi. Shu topda cho'l yo'li bilan cho'l o'g'li kelmoqda edi. 2 yildan beri bu yo'llarda u tenim topmay mang'atdi. Qandoqdir bozorlar, mahallalar, qaynoq shaharlardan o'tadi. Yosh yigitga qaysi bir ko'cha, ishik oldi. Buloq boshlarda uchirgan qizlar tashnolik bilan nazar tashlaydi. Cho'l o'g'li bo'lsa to'xtamay ilgirlaydi. O'zi to'g'rilikda uchratgan va keyin yo'qotib qo'ygan farishtasini izlaydi. Uning qumliqlarda meni vergashga rangi o'ngib oqirib tumshiqi yuqoriga qarab qolgan uytikining izini besib eshikimo birli keladi. Eshikning ustidagi xurjinda yip-yangna, choy tuz va ayollarga lozimlik ushaq-tushaklar bor edi. Yo'l ustidagi mahallada haftalik bozorlar uchrab turadi. Haftaning ma'lum bir kuni qandoqdir bir yezining atrofidagi ochiqchilikqa taraf-tarafdan odamlar yig'iladi. Oshpazlar chidirlarni tikib, o'choqlarga o't yoqadi. Savdogarlar toza qum ustiga mollarini yeyishadi. Birdanda tog'irlab oshliq, meva-cheva, mot-chakman, o'tuk, do'ppa hamma nimning savdosi qizib ketadi. Adsli qarsangiz bu yerda tashlanib qolgan so'ngaklar, mol tezaklari, chedirlarning quruq yog'ochlariga cho'xchiyib qoladi. Ikkinchi bir yerda bozor qaynaydi. Cho'l o'g'li shundoq bozorlarning birida mollarini sotadi-da, yana qaysidir bir bozorlardan mol elib safarini davom qiladi. Yaşanğanlarga bu yigit bir zamonlarda bu cho'l yo'llarini aylanib yurgan jahonkezli supurgini eslatdi. "Qani, g'ayrat qil eshkim", deydi cho'l o'g'li. "Ana avu qum dovullardan halqib kesaklar, bukkudi to'g'riqlikka yetimiz. U yerdagi to'g'riqlarning soyisi shunchalik huzurki, qo'yiver. U yerdagi sop havo, salqin shamolni demamsan. Şahlarning xotinlari turadigan saroylarmi uning qo'liga suv quyib beramaydi. U xotinlarning hujurlari upi anglikning busi bilan baqsib ketgan. Uningdan sening chillab urab turadigan eg'iling yaxshiroq." Cho'l o'g'li odamsiz bu yo'llarda zerikishdan eshigi bilan ana shundoq paranglashib keladi. Eshigiga nimalar to'g'risidir murojaat qiladi. Eshik bo'lsa egisiga qaraganda eg'ir besiq ko'rinadi. Beshini to'van selib, bir xil yurish bilan xuddi kelgusidagi bo'lg'isi bir cho'ng jang ustida xiyol surib ketayotgan lashkar boshlig'idek qadam bosadi. Eliqi bir chaqda to'g'rilikda ikkimizni qandoq qo'rqib ketganimiz esingda bordi, deb so'zini davom qiladi yigit. "Ya Alloh, sen shu chaqda o'la tirilishingga qaramay shunchalik qattiq yurdingki, yo'q, uchdimmikin deyman. Chunki men qum ustida tuyoqlarining izlarini ko'may qoldim. Mening qanchalik qo'rqqanligimni sormayli qo'y. Hozir o'ylasam shunchalik kulkilik. Mana shu janon endi biz bilan qayta bir uchrashsa edi. Biz uning bilan boshqacha paranglashatdik.
O çağda men tehi gölekkenmen. Sen mi şundaq? Gayret qila. Oldimizdagi to'g'rilikka yetkanda men sana 2 o'chim qo'noq beraman. Chiqmaysan-ku? Bilaman. Shu tapda sana 2 o'chim qo'noqdan ko'ra 1 yutum suv qimmatli kerak. Amal qancha? Mening gallarimmi qurib ketdi. Cho'lning odamlari nihoyat qu. Suv chiqadigan buloqlarni yo'shirib qo'yishdi. Odamlarni tapmog'icha suyni topqil bo'lmaydi. Hoy, ularning küplərdəki suyun qanchalik muzdek və şirinligin demamsan? G'ayrat qila. G'ayratlik bo'lganlarga manzil yiroq emas. Bu ham ana shundoq degan. Degandek, ular egiz bir qum barxindan halqib o'tish bilanlar tövəndə yeyilib yotgan qadimiy bir to'g'rilikni ko'rdi. Eshak bayqi salopatlik mengishini tashlab qadimini ildamlatdi. Cho'l o'g'li qum do'sining ustidan siyrilib tushib to'g'rilikqa ulashdi. Bu yerda quchoq yetmaydigan quvvatlik to'g'riqlar bilan qurib yiqilgan to'g'riqlardan ko'klab chiqqan yosh notalar bir-biriga chirmishib ajoyib manzara hosil qilgan edi. Gapim rostmi-ku? deb eshikka savol qo'ydi cho'l o'g'li. Ondan u eshikni baraqsan bo'lib shox yaygan bir to'g'riqning soyasiga tortib qo'ydi. Odamlar meni bekorga jahonkazi supurgiga o'xshatmaydi. Men bu to'g'riqning puruqini yarim kunlik nerida turibli sezgan. Rost. Shu jahonkazi supurgi degani qandoq odam bo'g'iydi? Sen oldingmi? U ajoyib bir sayyohmish. Yashangan mo'ysipitlar meni shu kishiga, seni shu kishining eshigiga o'xshatdi. Endi sana yana bir haqiqatni aytay. To'g'rilik bo'lgan ekan, yaqin atrofda cho'qim odami bo'ladi. Qani, avval sen gelingga ozroq bir nima yeyvar. Men nobut qo'limni so'zib, birdan aramay olay. Bizga uchraydigan odamning chiroy shakli, qo'y payli qandoq? Buni biz deh bilmaymiz. Ishonamanki, u bizga kupidagi heliqi muzdek suyni aymaydi. Cho'l o'g'li eshikning oldiga va'da qilgan 2 o'chim qo'niqini to'kdi. Ondan chapinni to'g'riq soyasiga selib, o'tkunini yeshib tashlab so'zilib yotdi. Kun peshin vaqtidan qayrilgan bo'lsa-mu, quyosh qumliqlarni yanada qizdirib turardi. To'g'riqning ichi bo'lsa salqin va jimjit edi. Shu topda qushlarmi o'g'illarda uydab tursa kerak deb o'yladi cho'l o'g'li. Rohatlik bir shamolning papilishida u qattiq uyquga ketdi. Cho'l o'g'li uyg'onganda vaqt namoz degardan o'tib, qum barxanlarining soyasi xelili uzrab qolgan edi. Cho'l o'g'li ko'zini ochib, beshi ustidagi to'g'riq yupurmoqlarga ko'z tikdi. Nepiz bir qavat qum to'zonlari bilan xiralashib turgan qo'yuq yaproqlar orasidan o'tgan quyosh nuri har tarafga mashdek uch tortib, rang-rang julolanadi. Eliqi egiz sepillarning ichida yuzlagan lashkarlarning muhofizatida yotgan shohlar deb mulohiza qilishga boshladi cho'l o'g'li. Mana shundoq chiroyli nurlarni ko'rishdim mahrum. Onunga qaraganda men bayroq va baxtli kerak bo'lsam kerak. Egiz tomlar qo'rshab turgan shoh o'rdinlari. Cho'l o'g'li muloyisini davomlashtirolmay to'xtab qoldi. Shu topda uning ko'zi eshikka tushgan edi. Eshakning ustidagi ikki ko'zi mol bilan to'shgan xurjun olli qayergadir g'oyib bo'lgandi. "Abla, o'g'ri!" deb o'rnidan chachirab turib ketdi cho'l o'g'li. "Hey eshak, yana sen eshakligingni qilsan-da? Behuda vaqtda og'rib jahonni beshinga kelgan yeliqi qarg'ashdek bir ovozingning o'ndan birini bo'lsin ishlatib, menga hayt deb qo'ysam bo'lmasmidi?" Cho'l o'g'li eshakning yeniga berib
uning holini ko'rib texmi cho'chib ketdi. Shu topda eshak chiliq-chiliq qora terga cho'mgan bo'lib, qumga sanjilib turgan inchki putlari dirildab titrab turardi. "Hey, etqima. Sen nimani ko'rding? Nimadan shuncha qo'rqib ketding?" Shunga qaraganda ustundan xurjunni yo'l olgan o'g'ri odatli bir odam bo'lmasa kerak. Amsa u nima? Jinmi, shaytonmi? Yoki sen heliqi olvosli qizni yana ko'rdingmi? Cho'l o'g'lining eshigi har qancha aqlliq bo'lsa-mu, insonga o'xshash so'zlashga ojiz edi. Faqat u texi qo'rqinish ketmagan sarg'ush ko'zlarini chimchiqiltib, quloqlarini midirlatib qo'ydi. Ajablanarligi, eshakning atrofida hech bir g'ayriy narsaning izi ko'rinmaydi. "Ajaba, sening ustundagi xurjun qanot yasab uchib ketgan bo'lsa," deydi cho'l o'g'li. "Undaq bo'lsa, Xudoyim ashu arzimas xurjunga bergan qanotlarni nimishqa bizga bermaydi?" Cho'l o'g'li to'g'riqning atrofidagi qum dovillari ustiga o'milab chiqib atrofga qaradi. Hamma yer cheksiz qumliq. Hech bir yerda insi jinning qarisi ko'rinmaydi. "So", deb vaqirdi cho'l o'g'li va qum do'mi ustidan do'malab dugudak tushib, eshakning yeniga o'qdek yugurib keldi. Xudoga shukr. Eshakning sag'irsiga esib qo'ygan to'lim o'z o'rnida turardi. To'limda uning eg'ir vaqtlarga saqlab qo'ygan eng oxirgi bir necha o'chim suyi bor edi. Cho'l o'g'li to'limga eg'izini tutib, illib qolgan sudan qong'icha bir ishtadi. Cho'l o'g'li to'limga eg'izini tutib, illib qolgan sudan qong'icha bir ishtadi. Oshqinni do'ppisiga to'kib eshigiga sundi. Eshak suni qalin kalpuklari bilan bir sumiribla do'ppini quruqdab qo'ydi. "Eliqi o'g'ri, mayli odam bo'lsin, mayli insi jin bo'lsin, yanada insofliqga", dedi cho'l o'g'li. Shu topda ikkimizga shu bir necha xurjun moldimi qimmatli edi. Jinimiz amonli bo'lsa, mol deganni yana topamiz. To'g'ri deyman, ustondagi oshu arzimas narsalar osmondagi farishtalarga yarab qoldimi-ya? O'g'ri uchib kelmagan bo'lsa, nimishqa bu atrofda uning izi yo'q? Endi eshkim, mendan ranjima. Bexatliqingdan ustondagi xurjunni o'g'irga beribsan. Shu gunohim uchun men senga minib berishim kerak. Biz biror bozorga yoki mahallaga yetib berib qiladigan ish topamiz. Ustinga bo'lishcha yuk ortib, kira qilib pul topmasak bo'lmaydi-da. Texay qo'rsqimizni to'yg'izishimiz lozim. Ondan men yangi xurjun setib olib, uning ikki ko'zini yana molga to'ldiraman. Shuning bilan biz safarimizni yana davomlashtiramiz. Kelar qatam men xurjunni beqillaringga mixlab qo'ysam bo'lamdiki yoki uningga boshqalarning qo'li tegib ketsa, jaranglab ketadigan ushshoq qo'ng'iroqlarni esib qo'yaymi-ya? Isodili ishongim kelmaydi. Qanday qilib mening xurjunim ustimdagi qanot yasab uchib ketdi? Agar xurjunimning mundaq uchadigan karomatini bilgan bo'lsam, uning bir ko'ziga o'zim tushib olmasmidim? Agarchanda sening ikki beqiningda tasodifan shunda qanotlar o'sib chiqqan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi-da? Bu chaqda biz bu oyig'i chiqmas cho'l yo'llaridan uchib o'tib ketgan bo'lardik. Hamma xaloyiq, hatto podshohlarning o'zimi saroy uylaridan chiqib, qo'llarini soyvan qilib bizga qarab havas qilgan bo'ladi. Shundoq bo'lganda, sen Beg'amna shahri degan yerga qancha kunda uchib boralaysan? Egisining bu tugimas vatildoshlariga ichib pishgan eshak taqatsizlanib oldiga bir ikki qadam tashladi. Ketishga oldiravatamsan? To'xtabdi. Men taqa ustingga minib olmadim-ku. Shu topda ketishga men sendan bakarak oldiravaman.
Bu nes basqa yerda yana birdan turadigan bo'lsak, o'zimizni o'g'ritib qo'ydigan o'xshaymiz. Cho'l o'g'li eshak sakrab mindi. Yiroqda uning eshakni devitish uchun kerilgan putlari eshakning beqinlariga tegmayla to'xtab qoldi. U bayila o'zi yoqqan yerda turgan bir yog'och cho'chakni ko'rgan edi. Cho'chakning ichida bo'lsa, sop-seriq bir tal metal ko'zni qamashtirib turardi. To'xta eshik, dedi u ixtiyorsiz. Bu yerda yuz beradigan karamatlar texi oxirlashmaga o'xshaydi. Rahmatli bovam, cho'lda har qanday mo'jizaning yuz beradiganligiga ishonaman degan. Bu yog'och cho'chak nereden kelib qoldi? Yelila, men o'zim shu yerda so'zlab yotmaganmidim. Cho'chakning ichida parqirab turgani nima u? Cho'l o'g'li eshikdan asta tushib, avaylab dasab cho'chakning yiniga yiqinlashdi. Cho'chakning ichida bir dona tilla yotibdi. Yigit tillani qo'liga oldi. Tillaning ig'ir salmiqi uning olqinni bosdi. Tillaning ikki yuzidagi qaysi bir zamonda, qaysi bir podshohlikning bosgan xatlari. G'alati siziqchilar cho'l o'g'liga notunish edi. Bu bozorlarda qassoblar, oshpazlar, savdogar va qandoqdir bir xonimlarning maylashgan, terligan qo'llaridan qo'lga o'tib yurgan tillalardan bo'lmag'achqa parqiraqligi ko'zni qamashtiradi. Mana karamat, dedi cho'l o'g'li. Uning endi kimga murojaat qilayotganini aniq emas edi. Xorjin o'g'irsa, biz o'ylagandek unchola qarikol bo'lmasa kerak. Uningda balkim mundaq yep-yangi tillalar bo'lsa-mu, yep-yangi choy tuz yo'qdi. Tilla qancha qimmatli bo'lsa-mu, uni qaynatib ishkili bo'lmaydi-da. Biroq u mening haqqimni muncha maxfiy yo'llar bilan bermay, to'p-to'g'ri oldimga kelib, shu tillani tanlagan bo'lsa-mu, uning xo'jalimdagi barliq mollarimni o'z roziligim bilan bermaytimmi? Va balkim men eshkim bilan shu mollarni naq uning ishki oldig'ila yetkazib bergan bo'lardim. Ehtimol u jamolni ko'rsatmaydigan bir sohib jamolda yoki nima sabablar bilandir cho'llarda yo'shirinib yurgan bir musofirdir. Cho'l o'g'li qancha o'ylabmi bu ishning tegiga yetolmadi. Tillani qo'yniga silib, ustidan tutib qo'ydi. Endi bu karamat yuz bergan o'ringa bir belgi qilib qo'ymoq lozim, dedi cho'l o'g'li eshigiga qarab. Sen rahmatli buvamning hikoyasini anglaganmi? Bola vaqtida u oltinlar tulib turgan bir to'g'roq ko'tkiga yo'liqib, shu yerga biror belgi qilib qo'ymag'achqa, qaytib kelib uni izlab topolmagan va shu oltinlarni izlab butun umrini jangalda o'tkazgan. Yigit pichqani sug'urib oldi-da, oldida turgan yo'g'on to'g'roqning g'oliga bir chambarak o'yib qo'ydi. Yura ishga. Endi bizning bu yerdan yiroqlashish vaqtimiz yetdi, dedi u eshigiga qaytib minib. Kimki karamat yuz bergan yerda o'shiqcha hayol bo'ldi ekan, uni falokat bosadi. Bu so'zni bizning choyxonada qo'nib o'tgan bir sayyoh aytgan edi. Biz tegishli haqqimizni oldik. Bu tillaga biz yana bir qancha xurjin mol setib olamiz. Endi sening ustingga qattiq o'tin yoki qandoqdir bir bexil savdogarning eg'ir mollarini atmaydigan bo'ldim. Men yaxshi tamoq yeyman. Sening oldinga eng mazlik yemlarni to'kaman. Qani, meni sen yaqin atrofdagi eng cho'ng shaharlarning biriga yetkaz. Sahroning kichik bozorlarida biz bu qimmatli oltinimizni o'z bahosiga setib oladigan sarrafni topolmaymiz. Eshak egisining hamma gaplarini tushunayotgandek ushoq qadam elib, siliq yo'rg'ilab ketdi. Biliq shirkatida ovozga ilinib, Biliq to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtemin Ho'shirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.